yashashar indoor. Duda-dada, ikkovlon qalin o'rtoq. Duda-dada, turli sarguzashtlardan uzoq qolishadi har jon. Turli mo'jizalarni Duda-dada kashf etib charchashmaydi. Duda-dada, qurbonlari sehrli, g'aroyib, turfa va sirli. Bu kim? Duda. Bu kim? Dada. Ixtirochi mushuk Spot. Keyber rosa aqlli, Bubble sevar va sochni birgalikda barchamiz dost. Ular yashashar indoor. Duda-dada, ikkovlon qalin o'rtoq. Duda-dada, turli sarguzashtlardan uzoq qolishadi har jon. La 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 la. Duda-dada, la 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 la. Duda-dada, la 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 la. Soxta bemor. Notanish o'rmondan g'alati ovozlar kelyapti. Oy, bu yerga tosh qayoqdan kelib qoldi? Avshi. Mazasi yoqdimi? O'zim tayyorladim. Da, menga yoq. Duda Keyberga hasad qilyapti shekilli. Voy, menga yo'qmi? Bu Keyber uchun. U kasal bo'lib U qoldi. kasalmi? Qorni og'riyaptimi? Keyber qattiq shamollab qolgan. Unga parvarish zarur. Keyberni omadi kelibdi. Men ham kasal bo'lishni xohlayman. Betob bo'lgim kelyapti. Keyber yotishi kerak. Bu juda ham zarur. Juda zo'r-ku. Zo'r. Xo'sh, bemor Keyber, marhamat qilib bu yoqqa keling. Men ham bemor bo'la qolay. Voy, qoch. Duda, o'zingni kasalday tutishni bas qil. Keyber rostdan ham shamollagan. Nega men kasal bo'lmadim? Demak, sening harorating bor va tumov bo'lgansan. Ha, shamollashga xo'jahat shifo bo'lishi yozilib qo'yibdi. Xo'jahat. Xo'sh, qayerdan olarkanmiz? Ha, o'zimda ham xo'jahat bor edi shekilli. Voy! Duda! Voy! Duda! Hammasini yeb qo'yibsan-ku. Xo'jahat nima? U xo'jahatmidi? Rosa mazali narsa ekan. Axir u Keyber uchun edi. Nima uchun hammasini yeb qo'yding? Voy. Menda yo'tal yo'qligi chatoq bo'ldi-da. Scott! Scott! Senga yangiligimiz bor. Pinkat, hafta shifoxonaga aylanibdi. Qoyilmisan? Hafta shifoxona? Rostdanmi? Rostdan aldayapsizlarmi? Endi shifoxona bo'libdimi? Hafta shifoxona. Men o'shanaqa mashinam bo'lishini xohlayman. Mazza qilib haydab yurardim. Piggy, shifoxonaga qachon boriladi? Jarohatlangan paytda. Yoki kasal bo'lganda. U holda men o'zimni kasalga solaman va Pinkatning ichiga kiraman. Nima bo'lgan taqdirda ham bugun hafta shifoxonada sayr qilaman. Kasalga o'xshadimmi? Nimadir yetishmayapti, to'g'ri. Keyberga o'xshab yo'talib ko'rguncha. Juda yaxshi Bugun nihoyat Pinkar meniki bo'ladi. Voy, meni qo'rqitib yubording, Scott. Salom, dada. Tobing bo'lmayaptimi, Scott? Etim uvishyapti. Isitmang bormi? Boshim ham aylanyapti. Qornim ham og'riyapti. Sen tezroq shifoxonaga yotishing kerak. Albatta. Scott, bu yerga yot.
Oh. Oh. Endi nima qilsam ekan, a? Bir dona ham xo'jahat yo'q. Hechqisi yo'q. Biz meva terib kelamiz. Juda soz. Mana, bu joyda xo'jahat terishimiz mumkin. Qo'ying. U holda tezroq boraylik. Oho, sayohat qilar ekanmiz-da. Duda, Skot bilan Keyberni parvarishlab tura olasanmi? Albatta. Buni yaxshi uddalayman. Xavotir olma. Nima, u menga qarab o'tiradimi? Ahvolim yaxshi. Seni ko'rikdan o'tkazaman. Axir boshi aylanyapti-ku, shundaymi? Voy. Voy. Nega hech narsani eshitmayapman? Ha? Voy. Bunaqa dodlama. Ey, qorning ham og'riyaptimi? Bemor, men qorningizni tekshirishim kerak. Rostini aytsam, endi og'rimayapti. Oy. Ancha yengil torting-a. Shunaqa. Bo'ldi, endi yetar. Yana qayering og'riyotganda? Ha, boshingni? Ana shunday. Tayyor. O'zingni qanday his qilyapsan? Bu nima qilganing? Endi hech qayering og'rimaydi. Hech narsani ko'ra olmayapman-ku. Nima? Ko'zing ham og'rib qoldimi? Yo'q, sen tushunmading. Voy, voy, boshim. Obbo, Skot kasal, Keyber kasal, qanday musibat. Yetib keldikmi, dada? Lekin yo'l to'silib qolibdi. Mayli, hech qisi yo'q. Pinkar, ishga kirish. Voy, shox-shabbalar juda ham ko'p ekan. Pinkarning quvvati yetmayapti. Apchi, apchi, apchi. Voy, Keyber. Duda, qayerga ketyapsan? Qo'jig'atni topib kelaman. Qanday qilib? Duda nima qilishni biladi. Skot, Keyber, bardam bo'linglar, xo'pmi? Voy, tikalar bor ekan. Ehtiyot bo'l. Unga hech narsa bo'lmasmikin? Voy, voy, chaqmoq chaqyapti-ku. Hademay yomg'ir boshlanadi. Duda unga qadar qaytib kelishi kerak. Qayoqlarda qoldi ekan? Yo'q, unga biror kor-hol bo'lmasin-da. O'zimni kasallikka solmasam bo'lar ekan. Yo'q. Mana bu Skot uchun, bunisi Keyber uchun, yana Skotga, yana Keyberga. Juda mazaliga o'xshaydi. Lekin yemasligim kerak. Bu Keyber va Skot uchun. Ana, yomg'ir boshlanib bo'ldi. Duda. Men rosa ko'p xo'jag'at dedim. Sendan rosa xavotir oldim, Duda. Sog'omon ekaningdan xursandman. Duda, sen juda ham charchagan bo'lsang kerak, ahvoling yaxshimi? Yaxshi, rosa xo'jag'at yegim keldi, lekin o'zimni tiydim. Sen haqiqiy shovvozsan, eng yaxshi do'stsan, Duda. Dada, ertalab hamma xo'jag'atni yeb qo'yganim uchun kechir. Hech qisi yo'q. Mana endi uyga qaytsak ham bo'ladi. Keyber bilan Skot endi sog'ayib ketishadi, to'g'rimi? Uyga qaytamiz. Juda soz. Keyber, Skot, kelinglar xo'jag'at yeymiz. Kelyapman. Voy, Skot, latedingmi? Seni o'zimda olayman. Men so'ppasaqman, kerak emas. Qattiq yiqilmadim, kasal bo'lishni yomon ko'raman. Men boshqa hech qachon kasal bo'lmayman. Ona bo'lish oson emas. Duda. Do'stimiz Duda qayoqqa g'oyib bo'ldi?
Qadrli do'stlar, hamma yig'ildimi? Hazır. Yaxshi. Hammamiz general Dudani ortidan yuramiz. Bu nima edi? Kim u? Qani. Tap. Uni topdim. Bu nima? Juda qiziq. Tuxumni ham oyog'i bor ekan. Voy! Oyijon! Qoyil. O'rdakcha ekansan-ku, namuncha shirin bo'lmasang. Lekin oying qani? Oyi. Oying qani deyapman. Oyi. Nima qilyapsan? Oyi. Men seni oying emasman. Yo'q. Qiziq, Duda qayoqqa ketdi ekan? Oyi? Men aytganim yo'q. Bu so'zni aniq eshitdim. Ana, Duda kelyapti. Shu yerdami deng? Oyi. Duda, nimalar bo'lyapti? Oyi. Voy, buncha yaqin to'y bo'lmasin. Oyi. Nega u seni oyi deyapti? Voy, Duda, sen ham o'rdakmisan? Yo'q. Oyi. Bo'ldi, bo'pti. Balki Duda sariq bo'lgani uchun o'rdakcha uni oyisiga o'xshatayotgandir. Shunaqami? Tuxumdan chiqqan o'rdak bolasi kimni birinchi ko'rsa, o'shani oyim deb o'ylaydi. Shuning uchun Dudani oyim deb o'ylayotgan ekanda. Yo'q, nima qilsam ekan? Oyisini topgunimizcha unga g'amxo'rlik qilib turasan. Men g'amxo'rlik qilamanmi? O'rdakcha, ke ozgina dam olaylik. Voy, men ham charchadimki. Bu qiziq. Chuchuk suvda yashaydigan baliqning o'ziga xos tomoni bor. Aylanamiz. Voy! Duda, likopchani sindirdingmi? Men sindirganim yo'q. Voy. Hech kim menga ishonmayapti. Mayli, o'rdak ona, bolangga mana bu sutni bera qol. Men-chi? Duda, biz yo'g'imizda kichkintoyga qarab tur. Uni qornini to'yg'izishga biror narsa topib kelamiz. Voy, ochofati. Hoy, o'rdakcha, qayoqqa ketyapsan? Yo'q, o'rdakcha, yo'q. Duda! Gultuvagim sinibdi. Duda, nimalar qilding? Yo'q, bu meni ishim emas. Yo'q. Oyi. Haqiqiy oyisi tezroq topilib qolsa edi. Kelinglar, o'zimiz uni qidirib ko'ramiz. Oyisi ham qidirishi kerak. Unda o'rdakchaga kim qarab turadi? Hammadan zo'r kashfiyotchiman. Menga yetar usta yo'q. Shu yerdami deylar? Scott, shu yerdaligingdan xursandman. Eng zo'r kashfiyotimni ko'rishni istaysizlarmi? Scott, mana shuni ushlab tur. Buni ham O'rdakchaga yaxshilab qarab tur. Bu nima? o'rdakchami? Bu o'rdakchani nega menga qoldirib ketishdi? Va nihoyat tayyor bo'ldi. Axir Sut bu idishini yoniga qo'yamiz.
kichkintoy tebranma kravatida uyg'onishi bilan sut idishini ko'radi va o'zi qornini to'yg'azib oladi. Piggy, Paggy, Ha? kichkintoyga g'amxo'rlik qilishni bilasizlarmi? Mehribon bo'lish kerak. To'g'ri aytasiz. Jahl qilmaslik kerak. Agar bolani xafa qilmasak, jahl chiqishiga ham sabab bo'lmaydi. Tebrama kravat bilan yoqimli musiqa bola boqishning eng oson yo'li. Mendek daho esa bog'da sayr qilish kerak. Bu nima? O'rdakchamiz uyg'onibdi-ku. Oyi. Salom o'rdakcha. Endi men seni oyman. Oy. Bu nima? O'rdakcha qayoqqa ketdi? O'rdakcham. Hey, o'rdakcham. Yo'q, bunday qilma. Yo'q, iltimos. Yo'q. Ko'lni ko'p bora aylanib chiqdik, lekin ona o'rdak hech qayerda yo'q. Balki qoya ortidan uni qidirib ko'rarmiz. Yaxshi fikr. Voy. Bu yerda ham ko'rinmayapti. Ishqilib o'rdakcha yaxshi o'tirgan bo'lsin. Men ko'proq Skottdan xavotirdaman. O'rdakcha, qayerdasan? Nimaning ovozi? Oyi. Qidirmagan joyimiz qolmadi. U hech qayerda yo'q. Bechora o'rdakcha. Kitobimda yozilishicha, adashgan o'rdakcha joyida qolishi kerak. Shunda onasi o'zi uni topar ekan. Onasi uni anchadan beri qidirayotgan bo'lsa kerak. Duda, o'rdakchani birinchi bo'lib qayerda ko'rding? Qayerda deysanmi? Shunaqa ham qolib ketishadimi? Oyi. Men oyi emasman. O'zimni o'rdakcham. Oyi. Duda, o'rdakcha bilan xayrlashishing kerak. Bora qol. Bu seni haqiqiy oying. Bora qol. Oyi. Ko'rishguncha. Duda, oyi, sen bilan faxrlanaman. Barakalla, Duda. Bugun juda yaxshi ish qilding. Hayır. Bizni ko'rgani kelsin. Ko'rishguncha o'rdakcha. Hayır. O'rdakcha. Hayır. Shu paytda oyimni ko'rgim kelib qoldi. Bugun Duda o'rdakchaga onalik qildi. Bu ishni a'lo darajada bajarding, Duda. Xichoq. Bugun ham Skott odatdagidek Pinkarni qanday qilib qo'lga kiritishni o'ylash bilan band. Pinkar rosa ham chiroyli mashinada. Atrofda hech kim yo'q. Pinkarni olib qochishim uchun yaxshi imkoniyat. Duda kelyapti. Hozir boplayman. Duda meni ko'rish bilan o'takasi yorilib tamom bo'ladi. Skott! Skott! Salom Skott, bu men Duda. Bu qanday tovush? Juda g'alati. Sen meni qo'rqitib yubording. Rosa kulgili. Qichoq, hech ham kulgili emas. Uni bir laqillataman. Qichoq, hammada ham bo'lavermaydi. Xichoq, men ham hiqillashni xohlayman. Menga ham xichoq. Buning iloji yo'q. Hammalari qaytishyapti. Rasvo bo'ldi. Rejam buzildi. Pinkarni yana qo'ldan chiqardim. Qayerda?
Hichoq tutishni yo'lini o'rgatmading-ku. Ay, bunaqa emas edi. Oy, yana o'xshamayapti. Doda, seni hichoq tutyaptimi? Yo'q, o'zimcha hiqillab ko'rdim. Xayriyat, bu juda ham yaxshi. Agar hichoq tutsa, yomondan ham battar bo'lardi. Nima uchun? Agar kun botgunicha hichoqdan qutulmasang, u holda umrbod hiqillab yurasan. Shunda bir umr hichoq tutadimi? Ana xolos. Buni Skottga tezroq aytishim kerak. Bubble, shu rostmi? Nima? Agar kun botgunicha hichoqdan qutulmasang, u holda umrbod hiqillab yurarkansan. Rostdanmi? Buni senga kim aytdi? Hichoq shunaqa zararlimi? Buni o'zing ayting-ku, Bubble. Darrov esingdan chiqdimi? Bu gap yolg'on. Odatda hichoq o'zidan o'zi o'tib ketadi. Bubble uni nimalar bilandir adashtirdi. Nega hichoq o'tib ketmayapti? Skot! Duda, hiqillashini eshitish uchun keldingmi? Skot, senga xush xabar. Agar kun botguncha hichoqlaring to'xtamasa, u holda Agar hichoqlarim to'xtamasa, u holda umrbod hiqillab yurasan. rostdanmi? Nima deding? Agar kun botgunicha hichoqdan qutulmasam, u holda umrbod hiqillab yuramanmi? Yo'q, quyosh botishni boshladi. Rost omading bor ekan, Skot. Bir umr hiqillab yurish qanday zavqli, to'g'rimi, Skot? Skot, menga ham hichoqqa mubtalo bo'lish yo'lini o'rgatib qo'y, iltimos, menga ham ayt. Hozir hiqillashni bas qilish kerak. Nima? Skot, panjalaring bilan og'zingni berkitib, nafasingni ushlab turguncha. Rostdanmi? Oho, hichoq tutib qolish uchun shunday qilish kerakmi? Skot, boshingni pastga, orqa oyoqlaringni yuqoriga ko'tarib, tilingni chiqarib ko'rchi. Rostdanmi? Foydasi bo'lmadi. Sen nima qilyapsan? O'tib ketdi. Men ham urinib ko'ray. Nega hichoq o'tib ketmayapti? Voy, Meni to'xtatuvchi dubulg'am qani? To'xtatuvchi dubulg'am ham ish bermayapti-ku. Agar hiqillashdan to'xtamasam, uxla olmayman. Tamaddi ham qila olmayman. Ixtiro qila olmayman. Pinkarni qo'lga kirita olmayman. Skot, men bilan yur. Tumshug'ingni yum. Skot men bilan ketadi. U hayotida yaxshi ish qilgan emas. Yo'q, ketishni xohlamayman. Nega hayotimda birorta ham yaxshilik qilmadimman? Skot, meni kechirasan. Hechqisi yo'q, Duda. Meni qo'ymaysan-a? Menga. Bu shunchaki yegulik xolos. Hammasini olaveringlar. Skotga nima bo'ldi ekan? Hichog'i boshlanganidan beri o'zini g'alati tutyapti. Skot, mashinangni minsam maylimi? Hech hamda. Nima farqi bor? Endi uni mina olmayman-ku. Duda, uni o'z-o'zingga ola qol. U endi menga kerak emas. Rostdan mengami? Oho. Har kuni seni hichoq tutishini xohlayman, Skot. Skotning mashinasi holatini o'zgartir. Alvido, mushuk mobilim. Duda, mashinamni ehtiyotlab hayda, xo'pmi? Nima uchun? Endi u meni yangi do'stim-ku. Do'sting? Mayli, bilganingni qil. Rahmat, Skot. Ertaga ko'rishamiz. Duda, hayotimda sen bilan o'rtoq bo'lganimdan xursandman. O'zingni avayla. Xayr, mushuk mobilim. Oho. Bu xavfli qiyalik, Duda. Duda, ehtiyot bo'l.
Duda qayoqqa g'oyib bo'ldi ekan? Bubble hichoq haqida gapirganda qo'rqib qochib ketdi shekilli. Nima dedim? Ana Scott. Yo'q, Scott emas, Duda ekan. Nima uchun Duda Scottning mashinasida ketyapti? Hayronman. Scott o'zining ixtirosini hech kimga bermas edi-ku. Qara, Scottning o'zi ham yelib boryapti. Ana xolos. Hozir Duda bilan Scott ikkovi qo'lga qulaydi. Aha. To'xta! Nima deding? Senga to'xta dedim. Mashinamni buzib qo'yasan. Duda, to'xta dedim. Duda! Voy, Duda! Men uchaman! Dada, Scott bilan Duda salomatmi? Ha, xavotirga o'rin yo'q. Rosa maza bo'ldi. Duda, eplolmasang nega minding? Bizni cho'ktirib yuborarding-ku. Sen mashina minishni bilmaysan. Shundan xabaring bormi? Scott, qanday dahshat. Sen endi hiqillamayapsan. Voy, gaping to'g'ri. Qoyil, hiqichoq o'tib ketdi. Hiqillamayapman. Hayriyat. Quyosh botmay turib, hiqichoqdan qutuldim, yashasin. Duda, men mushuk mobilimni qaytarib olaman. Hechamda uni sovg'a qilgansan. Qoyil! Qoyil! Nihoyat qilashni boshladim. Men hiqichoqdan qutuldim. Mitti do'stlarimiz g'oyat ajoyibda. Hichoq Scottni ham Dudani ham quvontirib yubordi. Bugungi kun juda zavqli o'tdi. Sayrga chiqamiz. Bugun o'rmon ahli sayrga chiqishmoqchi. Tezroq ketaylik. Yaxshi, Duda. Ketdik. Voy, namuncha qolib ketishmasa, soat necha bo'lganini bilishadimi o'zi? Soat necha bo'ldi o'zi? Qaranglar, ana kelishyapti. Qoyil. Namuncha qolib ketdinglar? Bizni kechiringlar. Duda, bo'la qol, chodirni o'rnat qani. Hamma chodirlar tayyor. Tungi osmon juda go'zal bo'larkan. Kelinglar, olovda sosiska pishirishni boshlaylik. Qornim qildirayapti. Sosiskalarni kim olgandi? Men yashirib qo'ygandim, Qornim ochdi. Bir daqiqa. Voy, nima? Qani ular? Ularni mana bu yerga qo'yib, ustini barg bilan yopib qo'ygandim-ku. Atrofda bor-ku, ularni qanday topamiz? Bu yerda yo'q. Qani ular? Qani? Sosiskalar qani? Qornimiz och. Keyin o'zim yeyman deb yana ularni yashirib qo'ydingmi? Yana dedingmi? Demak, Scottni birinchi marta bunday qilish emas. Ha, yaqinda shunday bo'lgandi. Duda bilan tanishgan kunimiz. To'g'ri aytding. Scott pechenyelarni yashirib keyin o'zi yegandi. Yo'q, unday bo'lmagan. Bunday bo'lmagan? Uni sen yeganingni bilaman, Scott. Menga qaranglar. O'shanda nima bo'lganini hozir gapirib beraman. Ortimdan uchishni bas qilinglar. Scott. Baribir Bir bo'lak bermayman. bera qol. Meni Iltimos. Iltimos. Shoshma. Ortda qolishdi shekilli. O'zimni antiqa shirinliklarim. Tezroq yashirib qo'yishim kerak. Avval yashirib qo'yib, keyin yeyman. Xo'sh, shirinliklarni o'zing uchun yashirib qo'ygansan-ku? Yo'q. Ha.
Hammasini xavfsiz joyga yashirib qo'yganman. Keyin birgalashib yeymiz deganman. Bu safar yegulikni qayerga yashirding? Hammayoni qidirdim, sosiskamiz yo'q. Duda, yashirib qo'ygan shirinliklarimni sen yegansan-a? Sen ko'mib qo'ygan shirinliklarmi? Ha, esimda o'sha shirinliklar. Ana, ko'rdinglarmi? Hammasini Duda yeb qo'ygan. Balki sosiskalarimizni ham Duda yegandir. Nima? Duda? Menmi? Ha, buni qaranglar-a. Sen bilan tanishgan kunimiz. Bu nima? Ha? Voy, bu nima? Ha, voy, voy, ay. Bu nima? Yashirib qo'yaman. Hammasini yashirib qo'yaman. Mazaliligini. Yuqorida bunday mazali yeguliklar ko'p bo'lsa kerak. Nima? Shirinliklarim yo'qoldi. Ko'mgan joyimda yo'q. Hammasi qayoqqadir yo'qoldi. Kim oldi ularni? Tan olinglar. Ya'ni hamma shirinlik g'oyib bo'ldi demoqchimisan? Hammasi, pechenyelar, konfetlar, hammasi yo'qoldi. Bubble, bugun qayerga bording? Mendan shubha qilmayotgandirsan. Piggy, sizlar qayerda edinglar? Ularni biz olganimiz yo'q. Nega ularni yerga qo'yding? Chunki o'zim ularni yemoqchi edim. Nima deding? Voy, hech narsa deganim yo'q. Agar ichimizdan hech kim ularni olmagan bo'lsa, balki yer ostida yashaydigan biror jonivor olgandir. Yer osti maxluqmi? Voy! Bo'lmagan gapni Yo'q. qo'yinglar. Hech qanday maxluq yo'q. Kim u? Nima u? Hech narsani ko'rmayapman. Birdan seni ko'rgandek bo'ldim. Bubble, yana ko'zingga ko'ringandir. Nima? Voy, bu yerda hech narsa yo'q. Juda qiziq. Ana o'zi. U yerda nimadir bor, aniq. Nima ekan? Bu nima? U harakatlanyapti. U tirik. Tezroq tortib chiqaramiz. Tezroq tortib chiqaramiz. Sen hammadan jasursan. Uni o'zing tortib chiqar. Gaping to'g'ri, lekin bolalar, men haligi Voy, ko'zim. Shoshmanglar. Shoshmang. Sen kimsan? Salom, men Dudaman. Qayerdan kelib qolding? Yer ostida yashaysan-ku. Yer ostidami? Zo'rku. Men Babuman. Men Keyberman. mana shirinligimiz. Demak, pechenyelarimni ham sen olgansan. Pechenye nima o'zi? Pechenye shirin, qirsillagan bir narsa. Ular pechenyemidi? Meni pechenyelarim. Qani ular? Mana bu yerda. Hammasini yeb qo'ydingmi? Mana yana nima topdim. Demak, tur. Bu meni tortim. Bu yoqqa ber uni. U meniki. Qo'lga tushdi-ku. Qo'lga tushdingmi? O'zimni tortdim. Yo'q. Voy, tiqilib qoldim. Yordam bering. U yerga qanday qilib kirib qolding? Squat! Nima qilyapsizlar? Buni qaranglar-a. Kelinglar, tortib chiqaramiz. Chindan ham tiqilib qolibdi. Yana bir marta tortaylik. Voy. Bu qanaqa joy? Noma'lum o'rmon. Noma'lum o'rmon? Bu qiziqarli voqealar bo'lib turadigan noma'lum o'rmon. Zo'r ekan-ku. Qiziqarli voqealar dedingmi? Hammasini sinab ko'rmoqchiman. Kelinglar, bu
Axir biz Do'stmiz. do'st. Bir umrga do'stmiz. Do'stlar shirinliklarni ham bo'lishib yeydi. Nima deyapsan, Bubble? Hatto uvog'ini yeganim yo'q-ku. Agar shirinliklarni yerga ko'mib qo'ymaganingda Duda bilan hech qachon tanishmasdik. Rahmat. Rahmat senga. Arzimaydi. Voy, 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 voy. Kechirasan, Skot. Duda, shoshmay tur hali. Topdim. Sosiskalarni topdim. Ularni daraxtga ilib qo'ygan edim. Esimga tushdi. Menga o'xshab qadam xayolsan-a? Ularni daraxtdan qanday qilib olamiz? Piggy bilan Paggy bizga yordam berishadi. Skot, tushlik uchun rahmat. Rahmat, Skot. Meni sosiskalarim. Piggy, Paggy, qaytinglar. Do'stlar, hamma narsani bo'lishish kerak-ku. Esinglardan chiqdimi? O'rmon ahli Duda bilan tanishgan kun juda quvonchli va sermazmun o'tdi. Havoda sirli furgon uchmoqda do'stlar tomon. Bugun qayerga qo'nar? Kimlarni shodlantirar? Yana ko'p sarguzashtlar.